Dahshatli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. 2 may kuni Toshkent shahar Yashnobod tumanida BYD piyodalar yo'lagidan o'tayotgan odamni urib yubordi. Bu haqda poytaxt yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, soat 16:05 larda Yashnobod tumani Nukus-Farg'ona yo'li ko'chalari chorrahasida BYD rusumli avtomashinani boshqarib ketayotgan haydovchi tartibga solingan piyodalar yo'lagidan o'tayotgan piyodani urib yuborgan. Bildirilishicha, yo'l transport hodisasi oqibatida piyodaga shifokorlar tomonidan birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi YHXB tomonidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.